Oyiga 2.700.000 so'mdan to'lab, akamlar bez probek pachka Cobalt'larda 100 auksion nomerlari bilan olib chiqib ketyapti. Premyer haftasizlar. Otajon, qayerdan ko'rib keldingiz bizni? Reklamadan eshitib, Aha, topib keldim. umringiz uzoq bo'lsin. Mana ertalab kelganim bir kunda ishim bitdi. Aha. Boshida 50% to'lab 5 yilga 2.700.000 chiqdi. Joni sog' bo'lsin. Harakat qilamiz buni 2 yil ichida yopishga. Umringiz uzoq bo'lsin. Otajonim, bitta savol beraman. Reklamadan ko'rib keldingiz, to'g'rimi? 8% deb maqtanib turibmiz. Ha. Ko'p odamlar kommentariyada yozishi mumkin, tushunmasdan 8% yo'q deyishi mumkin. Siz keldingiz, oldingiz mashina. Haqiqatan bormi ekan? Haqiqiy rost gap. 8% dan dokument olib qo'ydim. Siz lyuboy klientimizga javob bera olasizmi shu gap? Beraman shu gap. Umringiz uzoq bo'lsin. Kelgandim, menga jo'natib chaqirtirib kelaman deb ko'rsataman. Joni sog' bo'lsin. Boshqa joylarga bordingizmi? Borib keldim, to'g'ri kelmadi. To'g'ri kelmadi. Otajon, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat qo'ying. Xuddi mana shu nomeringizga o'xshab yuzlarga kirib yuring deymiz. Bonuslar berildimi? Yo'q, endi. Endi beriladi. Bizdan rozimisiz? Rozimiz. Biz sizdan rozimiz. Hamma ishiga fayz baraka bersin. Amin. Topgan ishlarga bersin, nima Amin. narsani bersin. Amin. Ishlaringiz bundan ham omadli bo'lsin, Amin. xalq xursand bo'lsin, topgan ishlarga bersin. Allohu akbar. Hurmatli yurtdoshlar, ishonmaganlar, ishonganlar. Bemalol do'stlarimizga yuborib qo'yib, bemalol kelib, otamlarga o'xshab auksion nomerlar taqib, yangi Cobalt minib chiqish hammaga nasib qilsin. Sog' bo'linglar akalar.